Men Zafarbek Ro'zmetov, Xorazmdagi Data ta'lim stansiyasi direktoriman. Bugungi kunda o'quv markazimizda yoshlarga IT, zamonaviy kasblar va chet tillari yo'nalishlarida ta'lim berib kelmoqdamiz. Ayni damda o'quv markazimizda 800 ga yaqin o'quvchilar ushbu yo'nalishlarda ta'lim olib kelmoqda. O'quv markazimiz 2020-yilda tashkil qilingan bo'lib, bugungi kunga qadar 12 mingdan ortiq o'quvchilarga ta'lim berganmiz. Aynan o'quv markazimizni tashkil qilishda Xorazmda rivojlanib borayotgan umuman O'zbekistonda IT sohasiga, zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishni oshishini inobatga olib tashkil qilgan edik. Bugungi kunda o'quv markazimizda 10 dan ortiq zamonaviy kasblar va IT yo'nalishlari, shu bilan birga 4 ta yo'nalishdagi chet tillari bo'yicha yoshlarga ta'lim beramiz. Ayni damda o'quv markazimizda 800 nafar o'quvchilar ta'lim olib kelmoqda. O'quv markazimizda zamonaviy kasblar, xususan buxgalteriya, dasturlash, IT, media, marketing yo'nalishlari bilan bir qatorda chet tillari, ya'ni rus tili, ingliz tili, nemis tili va koreys tillarida yoshlarga ta'lim berib kelinmoqda. Data brendiga 2020-yilda asos solingan bo'lsa, faoliyatimizda asosan 10 kishilik o'sha bitta sinfxona, ya'ni coworking hududidagi sinfxonadan boshlaganmiz. Bugungi kunga kelib, mana umumiy maydoni 2000 kvadratdan ortiq bo'lgan va bir vaqtning o'zida o'z bag'riga 1200 ta o'quvchini sig'dira oladigan katta o'quv markaz darajasiga yetishdik. Ana o'quv markazini tashkil etishda nimaga aynan IT yo'nalishlari yoki zamonaviy kasblar yo'nalishlarini tanlaganmiz? Chunki Xorazmda, umuman O'zbekistonda bu sohaga bo'lgan e'tibor yoki yaratilayotgan sharoitlar yoki ishchi bozoridagi, ya'ni mehnat bozorida bu sohaga talabni ortishi natijasida biz mana shu yo'nalishdagi mutaxassislarni bir joyga, ya'ni eng kuchli, eng professional o'qituvchilarni bir joyga jamladik va shu yo'nalishda Xorazmda birinchilardan bo'lib ta'lim berishni boshlaganmiz. Faoliyatimizni ilk bor boshlaganimizda biz o'zi umuman o'ylaganmiz, Xorazmda umuman yoshlar bu sohaga qiziqadimi yoki umuman yoshlarga mana shu zamonaviy kasblarni yoki ITni o'rganish qiziqmi degan katta qo'rquv bilan boshlaganmiz. Aynan eng birinchi o'sha o'quv markazimizda ham bitta sinfxona, ya'ni coworking hududda bo'lgan va u yerda 10 yoki 15 kishilik joy bo'lardi va bir kunda 4 smenada darslar o'tirardi. Buni taxminiy hisoblash uchun bu 50 yoki 60 kishilik o'quv markazi sifatida boshlagan bo'lsak, keyinchalik biz ko'rdikki, deylik O'zbekistonda bu soha umuman xalqaro bozorda yoki mehnat bozorida bu sohaga talab oshdi va yoshlarimiz ham bu sohani tezroq egallash, freelancing yoki mana shu sohani mutaxassis sifatida daromad olishga qiziqdi. Va biz ham Xorazmdagi eng yaxshi mutaxassislarni yig'ib shu sohada kengayishga qaror qildik. Ilk bosqichda biz o'quv markazimizni avval 50 kishidan 100 kishiga ko'targan bo'lsak, keyinchalik 2 yil ichida 600 kishilik o'quv markazi, ya'ni 600 kishini sig'dira oladigan katta markaz darajasiga erishdik. Va qaysidir nuqtada biz filiallar ochish yoki tarmoqlarga kengayish emas, balkim yagona hub shaklida. Bu o'sha 6 yoshdan boshlab toki 70 yoshgacha bo'lgan barcha qatlamni o'qitishga ixtisoslashgan yagona ta'lim ekotizimiga aylantirishga qaror qildik. Va keyinchalik IT yo'nalishlarining yoniga chet tillarini, undan keyin boshqa zamonaviy kasb yo'nalishlarini va mana so'nggi yillarda zamon talabidan kelib chiqib, sun'iy intellekt asosida deylik o'sha tizimlar yaratish yoki sun'iy intellektlarni o'qitish yoki sun'iy intellekt orqali kontentlar yaratish yo'nalishlarini ham o'z kurslarimiz ro'yxatiga qo'shdik. Va bugungi kunda o'quv markazimizda boya aytib o'tganimdek 1200 nafar o'quvchini bir vaqtda o'qita olamiz. Bu taxminiy hisoblasangiz bir yilda 6000 o'quvchiga biz ta'lim bera olamiz. Mana o'tgan 6 yil davomida biz 12000 o'quvchiga ta'lim bergan bo'lsak, endilikda 1 yilning o'zida mana shu ko'rsatkichning yarmini, ya'ni 6000 nafar o'quvchini bemalol o'qitib, ularga eng zamonaviy yo'nalishlarda ta'lim berish imkoniyatiga egamiz. O'quv markazida asosiy muammolardan biri bu o'quv markazi asosan ijarada o'tiradi yoki bo'lmasam eng katta resursini bu deylik inson resursiga, ya'ni o'sha mutaxassislarga ish haqi to'lash, raqobatbardosh maosh berish yoki texnikalarni, ya'ni inventarlarni yaxshilashga sarflaydi. Ammo kamdan kam o'quv markazlarimiz bor. Mana o'quv markazlar faoliyatini kuzatsangiz ham ko'rishingiz mumkin. Ularda asosan bino bilan yoki resurs bilan bog'liq yetishmovchilik, juda katta yetishmovchilik mavjud. Ya'ni bizni o'zimiz mana IT yo'nalishida ta'lim beramiz.
va asosiy eng katta muammo bu o'sha inventarlarni yoki o'sha eskirishi yoki zamon o'zgarishi bilan yangi kuchliroq texnikalar kerak bo'lishi bu asosiy muammo hisoblanardi. Biz ham aynan mana shu og'riqlarimizdan, mana shu deylik qiyinchiliklarimizdan kelib chiqib IT Park Capital xizmatidan foydalanishga qaror qildik. Nimaga aynan IT Park Capital? Chunki mana banklarimizda ham o'z imtiyozli kreditlar yoki imtiyozli deylik yordamlar mavjud. Nimaga aynan IT Parkning ushbu xizmatidan foydalanganmiz? Birinchidan bu o'quv markazlari yoki aynan mana shu zamonaviy kasblar, IT yoki bo'lmasam chet tillari yo'nalishlarida faoliyat olib boradigan IT Park rezidenti hisoblangan o'quv markazlarimizga moliyaviy qarz berish 6 oylik imtiyozli davr bilan biz olganmiz va ushbu mablag'lar hisobiga yangi o'quv o'rinlari, yangi sinfxonalar va shu bilan birga mavjud kompyuterlarimizni yangiladik yoki bo'lmasam sinfxonalarimizga yangi elektron doskalar qo'ydik. Albatta, oddiy o'quv markazi ham buni qilishi mumkin, moliyaviy yordamsiz. Lekin vaqt o'tadi, zamon yana rivojlanadi. O'quv markazlarimiz bu tendensiyaga yetishib olguncha yana yangi texnikalar yoki yana yangi bir sohalar kirib kelishni boshlaydi. Shuning uchun albatta bu juda qulay. Biza aynan ushbu xizmatdan foydalanishimizdan yana bitta sabab bu o'sha moliyaviy jihatdan qarasangiz bu foydali shartlar. Ya'ni o'sha Markaziy bank stavkasidan yuqori bo'lmagan stavkalarda moliyaviy yordam ajratish, shu bilan birga imtiyozli davr va bu yerda asosiy maqsad o'sha ta'limni kengaytirishga qaratilayotgan imkoniyat. Biz kabi o'quv markazlariga, o'sha qadrli hamkasblarimga shuni tavsiya qilardimki, ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda yangi darajaga chiqish, yangi bir bosqichga chiqish imkoniyati sizni kutmoqda. Albatta, biz Data jamoasi, Data ta'lim ekotizimi, IT Park Capital xizmatlarini sizga tavsiya qilamiz. Rahmat.